Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, kanalimiz kuzatuvchilari. 25-yanvarda turibmiz mana ertalabda. Mana bu qor fonida yaxshilab ko'rinadi deb bitta mavzuni tanladim hozir. Bu bodomzorim o'zimning shaxsiy dala hovli. Atrofimiz mana sholpoya, terak. Ko'pchilik mana boqqa o'tdi. Biz orqamizdan 4 so'tlik joyimiz, narigisi 5 so'tlik. Mana qo'shni chegaradan 2 metr tashlab qator ajratamiz. Endi buni schemasini bir tushuntirib o'tay dedim. Joyimizning uzunligi 50 metr. Oraliq 3 metrdan 3 qatordan 4 so'tlik o'ziga. Qator oraliq ham 3 metr, 3 ga 3 schema значит. Hop. Bu yerda endi dirgagimiz jup bo'lgani uchun mana oraliqda ham 3 sanab ketganmiz. Buni sal oraliq kengroq. Bular ham 3 ga 3. Beshinchi yanvarda baylarda shakl berishini ko'rsatib o'tganman YouTube'ga. Endi bu kanalimizga ham qo'yib qo'yaman. Mana kuzda, bahorda mol qo'ylar aylanadi. Sim bilan tortib qo'yganmiz chegara qilib har holda. Hozir qatorimizga masalan 3 ga 3 bo'lsa 12 tupdan ko'chat ketgan. 44 tup bitta tirgagimizga 44 tup narigi tirgagimizga ko'chat chiqqan. 42 tup bo'lami. On to'rt 42 tupdan bo'ladi. 42 dan 84 tup option. Endi buni kalkulyatsiyasini sekin izdan chiqarsalar ham bo'laveradi. Masalan 3-4 yoshdan keyin sekin meva kirib bodom kilosini berishni boshlaydi. 1 kilo, yarim kilo, 2 kilo, 3 kilo qilib. Hop, endi qo'ng'iz bodomlar hozir bozorda qo'ldan qo'lga sotish narxlarini ko'rib turibsizlar. Shundan kelib chiqib, bu yerdan sholi ekkan afzalmi, kartoshka ekkan afzalmi degan fikrlarni solishtirib olishlaring mumkin. Endi afzallik tomoni ham ko'p. Mana bog'dorchilikda bu ko'chatlarimizni mana gullashdan oldin bir marta sug'orasiz, yozda bir marta sug'orishingiz mumkin. Shu keyin oxirida yo'q, 3 marta yiliga 3 marta sug'orishingiz mumkin xolos. Sholiga o'xshab kunda kun o'shamayda ishdan qolib, suv talashib odamlar juda qiynalanyapti. Kartoshkada ham shu, boshqa ekinda ham shu. O'sha tomonlarni o'ylab biz odamlarga hamma o'zi biladi endi. Mayda quruq ekinga o'tganda ham atrofimizga u ekaylik deb hech kim shubham bilan qaragan. Keyin quruq ekin o'tib ketdi. Quruq ekinni ancha odamlar zerikkanlar, keyin bo'laverganda quruq ekinga o'tib ketdi oralig'imizda mana. Mana qalamchi teraklar ekyapti. Sholidan daromad hisoblab ko'ringlar, o'zlaring mana bilasizlar. Qancha daromad qilyapsizlar? Qancha shol tushyapti? Bozorda necha pul bo'lyapti? Endi men hisoblab o'tirmay sizlarga. Afzalliklar shu, har holda yengillik. Tagiga mana kimdir beda sevib qo'ysa, beda ham bo'laveradi mol qo'yiga. Masalan sholpoyaga ham, kartoshkaga ham yilda haydatsan, chizil qildirasan, kuzda, bahorda
o'g'it solasan, dori solasan, hammasini hisoblab ko'rsalaring topayotgan daromaddan qolayotgan foyda o'zinglar bilasizlar foydasini mana qancha qolishini hisob kitob ko'rasizlar. Endi masalan bitta beda bo'lsa sug'orib turiladi. Beda bahana. Bedaga ham ko'p suv qo'yilmaydi, o'sha bodomga qo'ygan paytda suv yetadi. O'sha to'g'ri kelaveradi. Keyin o'sha bodom g'ora bo'lib yetilishidan oldin suv qo'yiladi. Bodom tergandan keyin qo'yilaveradi. Bemalol suvni. Beda uchun misol. Beda emas, boshqa ekin ekib turish mumkin. Mana bular katta bo'lib salqin qilib qolguncha. Bu bodom ko'chatlarimizni qachon ekdik? 24-yil ekkanmiz. Ulangandan hisoblasak danaga 1 yosh olib kelingan. Ekilganmiz 24, 2 yosh, 25. Bayda 2 yosh, bayda o'zi 2 yosh. Endi ekilgan hisoblanibdi. Tamir o'zgarib 2 yosh. 3 yoshda mana o'z nishona odamlar ham soladi. Mevalar bor. Endi 4 yosh, 5 yoshga o'tib kuchayib, undan keyin 1 kilo, yarim kilodan berishni boshlaydi-da, 1-2 kilodan o'sishiga qarab. Ularimiz 2 yosh mana, orasida 1 yoshliklarimiz ham bor. 25-yil olasiga ekkanmiz, baribir ola bo'lar ekan. Suvsizlikdan qandaydir opgan ko'chatimizni ertaroq ko'chirib qo'ygan bo'lgan. Ta'miri shamollab ko'hlash. Kuzga kelib qurib qolgan. 2 yoshlarimiz mana bu taraflar. Mana ko'plari 1 yosh. 25 bahorda ekkanmiz. Olasi mana shular 1 yosh. Ular ham hali yetib oladi xolasa. Shakllari yaxshi. Qorda yaxshi ko'rsin deb atay syomka qilgani keldim. Ko'chatlarimizni, ratlarini, holatini. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lib, uzatib qo'yasizlar, ulashib qo'yasizlar, foydali bo'ladi. Tanishlarga, barchaga qancha kontaktingiz bo'lsa jo'nataverasiz. Kanalda shu ommaga tarqash kerak. Xonaki masalan uy sharoitida bir tup ekadiganlar ham bor, shular uchun foydali bo'ladi. Shu sababdan, shu maqsadda hali bahorga chiqib kunlik ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Bilganimizcha tavsiyalarda omon bo'lamiz.